Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan kvartiramiz bitta emas, naqd ikkita 2 xonali kvartira hisoblanadi. Birlamchi kredit va subsidiya asosida bemalol xarid qilishingiz mumkin. Egalarining nomeri bilan chiqaramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tezda aloqaga chiqinglar. Manzilda aytib o'tib ketaman. Bu yoq yangi Batosh. Shunday Zaynabning yonidagi joy hisoblanadi. Mana bu yerda Qarshi Beshkent yo'li o'tgan. Qarshiga ham yaqin. Xullas biz hozir balkon qismida turibmiz. Uyimizni balkondan kirganimizda mana shu bitta xonasi. Remontlari polniy tayyor remontdan chiqqan holatda bo'ladi. 17% asosida kreditga olsanglar bo'ladi. Bu yoq kirib kelish perexojniy qismi. Kirib kelganimizda mana shunaqangi perexojniy qismi bor. Bu esa ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamizda ham mana konditsionerni o'rnatsanglar tayyor teshib qo'yilgan ekan. Isitish radiatorlari o'rnatib beriladi quruvchilarimiz tomonidan. Bu yer sanuzellari. Sanuzeldagi kamchiliklar ham to'g'rilab beriladi. Bu yoq esa oshxona qismi. Uyimizning umumiy metr kvadrati 55 metr kvadratni tashkil qiladi. Eng zo'r tomoni ikkita balkonga ega. Ham oshxonasida, ham bitta xonasida balkoni bor. Tashqi manzaralarni tomosha qilib turishingiz mumkin. Oshxona eshiklarini ochsanglar, skvoznoy havo almashadi. Endi esa ikkinchi xonamiz xuddi mana shu domni yonidagi. Mana podezlarni ko'rishingiz mumkin. Polniy marmar qilingan, zinalari ham. Kirib kelganimizda mana shunaqangi perexojniy qismi kutib oladi. Bu yoqda ham isitish radiatorlari o'rnatib berishadi. Kirganimizda o'ng tomonda birinchi xonasi joylashgan. Tashqari mana manzaralarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda Super Oil zapravkasi. Batoshliklar biladi, yangi Batoshda yashaydiganlar. Bu zapravkani orqa tomoni hisoblanadi, mana shu zapravkani. Bu birinchi xonasi edi. Kirganimizda chap tomonda esa ikkinchi xonasi joylashgan. Ikkinchi xonasi birinchi xonaga nisbatan kattaroq. Mana bunda balkoni yo'q. Uylarni ko'ryapsizlar, polniy aboy qilingan, hamma xonamiz mo'ysha aboylar qilingan. Bu ham xuddi o'shanday birinchi uyda yo'da svet yo'q ekan bu xonamizda. Bu sanuzellari. Bu yoq esa oshxona qismi. Mana shu ikkita xonadonimizni ikkita aka-uka sotib oladigan bo'lsa, yonma-yon qo'shni bo'lishadi. Narxi 7 million so'mdan, ikkalasi ham 55 metr kvadratdan. Lokatsiyasi juda ham yaxshi. Bilasizlar, bu joylar Qarshi shaharga kirib bo'lgan o'zi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldirganmiz, quruvchilarning premium o'zlarining raqami bemalol subsidiya yoki birlamchi kredit asosida 17% dan olsanglar bo'ladi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, tezda sotilib ketadigan joylarimizdan bu.